Perlovkani hech kim mensimaydi. Perlovkadan kollagenli ovqat tayyorlaymiz. Perlovkani original retsept bo'yicha tayyorlang. Haftalik menyuga aniq kirgizasiz. Retsept bo'yicha asosiy mahsulot tuzlangan bodring. Qozonga yog' solamiz. Mayda to'g'ralgan go'sht, chesnok. Qovurishni boshlaymiz. Piyoz, yarimta bolgarskiy go'sht bilan qovuramiz. Perlovkani yuvib 10 minutga ivitib qo'yamiz. Kubik qilib to'g'ralgan sabzi, kartoshka. Qizlar ziravorla solamiz, lekin tuz solmaymiz. 1 qoshiq tomat, 5 minut qovurib, suv solamiz. Suv qaynab chiqishi bilan 1 kosa perlovka solamiz. Menda kosa kichikroq bo'lgani uchun 2 kosa soldim. Past olovda 1 soatda pishib chiqadi. Qozon tagini o'chirib, kubik to'g'ralgan bodringlarni solamiz. 10 minutdan keyin tuzini to'g'irlasak bo'ladi. Dasturxonga tortguncha smetana esingizdan chiqmasin. Yana ham mazali bo'ladi. Retsept yoqdimi? Obuna bo'ling, kuzatishda davom eting. Storieslarim yanada qiziqarli.